Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Demak, day 4 bilan davom etamiz. 180 kunlik challenge'imiz. Bugungi darsimizda biz SAT English bo'yicha shug'ullanamiz. Men sizlarga agendani tezda tushuntirib beraman hozir. Okay. So thankfully 180 day challenge day 4 today. Demak, 3-kun o'zi qiyin bo'ladi. Endi Xudoga shukr 3-kunni o'tib oldik. Demak, 4-kun menimcha yaxshi ketadi. Demak, bugungi planimiz o'zi birinchi vocabdan boshlaymiz. Har doim English lessonlarda. Undan keyin bizda book bor. O'tgan darsimizda article qildik. Bugun book o'qiymiz va undan so'ng biz SAT writing bilan shug'ullanamiz. Demak, o'tgan darsimizda set 1 ni o'rganganmiz. Bugun set 2 bo'ladi. Book bitta kitob bor. Men To Kill a Mockingbird degan o'sha kitobni olganman. Chunki ko'p tushadi bu mana shu kitobdan. Va SAT writing bo'yicha biz college panda writing deb boshlaymiz bugun. Okay, shunaqa plan. Demak, davom etamiz. Boshlashdan oldin birinchi o'tgan darsda nimalar o'rgandik, o'shani bir revision qilib olaylik. Oldingi darsimizda biz vocab o'rganganmiz. College Panda bookidan, ya'ni o'sha kitob bor, vocab book ichida. O'sha SAT Tashkent tomonidan ishlab chiqarilgan set 1 ni o'rgangan edik. 25 ta so'z bor edi, tekst o'qidik, quizlari ham bor edi. Bugun set 2 ni ko'ramiz. Undan tashqari biz nima o'rgandik? Article o'qidik, uni yaxshilab analiz qildik va readingni o'qigandik. Ya'ni Erika Reading degan kitob bor, o'shani boshlab o'zi SAT reading nimani tekshiradi, SAT readingda qanaqa topiklar bo'ladi, qanaqa sizga skilllar kerak, o'shalarni hammasini o'rgangan edik. Demak, biz bugun set 2 bilan birinchi bo'lib boshlaymiz. O'sha esinglarda bo'lsa, biz mnemonika bilan yodlayotgandik, ya'ni association texnikasi bilan. Association texnikasi qanaqa ishlaydi desangiz, biz mana bitta so'z berilgan bo'lsa, yangi so'z aytaylik. Yangi so'z berilgan bo'lsa, o'shanga eng yaqin sound qiladigan, eng yaqin tovushda eshitiladigan so'zni olamizda, iloji boricha noun va uni definition bilan associate, ya'ni bog'lashga harakat qilamiz. Iloji boricha visualization yaxshi bo'lishi kerak, ya'ni biz extreme visualization ishlatishimiz kerak. Qachonki ishlatsak, bizda long term memory'imizda qolib ketadi. Shuning uchun ham bu texnika juda ham yaxshi ishlaydi. Lekin ozroq qiyin tuyulishi mumkin boshida. Demak, eloquent degan so'zimiz bor ekan. Eloquent. Xo'sh, qaysi tanlay ekan? Just a second. Okay, ko'kni tanlaylik. Eloquent. Qanaqa so'z yaqin? Eloquent. Quent. Eloquent. Elegant. Mani xayolimga elegant degan so'z keldi. Mayli, mana shuni olib turaylik. Elegant. Elegant degani bu elegant, ya'ni rich, kind of luxurious de. Demak, bu eloquent positive narsa. Elegant degani siz tasavvur qiling, o'sha Gucci brendidan o'sha do'konini bitta boy oligarx chiqib kelyapti-da. O'shani tasavvur qiling. Definition nima ekan? Fluent or persuasive in speaking or writing. Ya'ni tasavvur qiling, o'sha Gucci sotuvchisiga o'sha oligarx gapirib, ana qo'yapti. Davay mana uni olib как o'sha pachka dollarlarni tashab, kelgan bor, bitta arab videosi bor edi, chiqib ketgan. Give me Red Bull, give me coffee, give me something deydi. $100 da o'sha pachkalarni beradi. Esingizda. Как o'shani tasavvur qiling. Eloquent. Demak, elegant qanaqa bo'ladi? O'zi persuasive in speaking, ya'ni juda ham confident bo'ladi, fluent bo'ladi. Demak, positive narsa. His speech was so eloquent that even his dog stopped barking just to listen. Ya'ni uni speechi juda ham ravon ediki, hattoki uni kuchugi o'sha akillashdan to'xtadi demoqchi. Uni antonimi inarticulate, dullness, okay? Ya'ni inarticulate degani o'sha speechda yoki writingda yaxshi bo'lmagan, fluent bo'lmagan odam. Keyin esa austere. I'm not sure about the pronunciation, but I think it's like austere.
Ostir. Mani hayolimga o'zbek so'zi keldi, ostir degan. Endi boshqa ingliz tilida qanaqa yaqin so'z bo'lishi mumkin? Mani hayolimga steer degan so'z ham keldi. Steer degani o'sha steering wheel, ya'ni steer degani o'zi aylantirish yoki nima desak bo'ladi? Move qilishda steering wheelga o'xshab. O'sha steerni menimcha yaqin. Ostir, steer. O'zi nima degan ekan? Plain and without decoration, comforts or anything extra. Ya'ni hech qanaqa dekoratsiya bo'lmagan, oddiy. Steering wheeldan tasavvur qilaylik. Steerni tasavvur qiling. Siz Matizga o'tirdingiz, Matiz avtomobiliga. Tasavvur qiling, pushti Matiz. Hech ko'rganmisiz o'zi pushti Matizni? Pushti Matizga o'tirdingiz, siz o'yladingiz tashqaridan zo'r ko'rinadi, zo'r bo'lsa kerak ichi ham dedingiz. Lekin o'tirdingiz, ichi o'sha steering wheel oddiy Matizniki. Juda ham oddiy. O'shandan tasavvur qilsangiz bo'ladi. Ya'ni oddiy dekoratsiyasiz. Austere steer. O'shandan eslab olsangiz bo'ladi. Demak, her living room was so austere that the only decoration was a single chair, perfect for minimalistic extreme sports. Demak, uni o'sha living room'i mehmonxonasi juda ham oddiy dekoratsiyalarsiz ediki, hattoki bitta dekoratsiya bu shunchaki o'rindiq edi, ya'ni o'sha chair edi demoqchi. Juda ham minimalistik. Buni antonimi ornate, luxurious, ya'ni decorated degani ornate. Dread menga hayolimga dead degan so'z keldi. Mayli aytaylik dead, otamiz. To fear, to be afraid of that. Ko'p kishi masalan otasidan qo'rqishi mumkin. Ayniqsa masalan mashina haydashni o'rganganingizda siz o'zingizda otangiz bilan masalan haydashga juda ham qo'rqib haydaysiz, otangiz bilan o'tirsa, menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Shuncha men hayolimga shu keldi. O'zi Instagramda ham shunaqa bitta video chiqib ketadi. Bir ko'rib qoldim. O'shani eslab qolsa bo'ladi. Ya'ni otasini oldida mashina haydashga harakat qilyapti. Dread dead. Okay, he dreaded his mom's reaction to the broken vase, but he blamed the wind inside the house. Ya'ni u oyisini reaksiyasidan qo'rqdi o'sha singan vazaga, lekin u shamolda aybladi. Okay, buni teskarisi welcome yoki anticipate. Welcome o'sha kutib olish. Xushmuomalalik bilan kutib olish. Keyingisi inevitable. Menga unavoidable degan so'z yaqin bo'ldi. Inevitable, unavoidable. Juda ham yaqin ekan, o'zi ma'nosi ham shunaqa ekan, unavoidable, ya'ni unavoidable degani qochib bo'lmaydigan. Sporlashib o'tirmaymiz degan narsada inevitable. Niye spormayman deydi-ku o'zi. Okay. Buni antonimi avoidable, uncertain. Demak, bitta example ko'radigan bo'lsak, it was inevitable that he would trip while texting and walking, as everyone saw it coming except him. U unavoidable ediki, o'sha tripga chiqadi, ham tekst yozib, ham yurish paytida. O'shani aytmoqchi. Stress to emphasize. Mani fikrimcha stress juda ham oddiy so'z, bunga association o'zi bo'laveradi, qiyin so'z emas. Stress. Endi bu joyida oddiy stress ma'nosida kelgan yo'q, emphasize, ya'ni nima deydi, urg'u berish degan ma'noni kelyapti. Stress degani masalan biror narsani stresslashingiz. Endi verb bo'lsa, bu ma'nosi bitta joyga o'sha hamma narsani urg'u berishingiz, masalan bitta joyga fokus qilib, o'shanga deep kirishingiz, o'sha stress deyiladi. Menimcha stressni o'zi nargi ma'nosiga ham o'xshab ketadi, original ma'nosiga. Shunchaki verb formati, shuncha unaqa association kerak emas bu uchun. She stressed the importance of cleaning the room, but it still looked like a tornado had moved in. U uyni tozalash kerakligini, muhimligini aytdi, lekin u hali ham tornado kirgandek bo'lib turadi demoqchi. Ya'ni bu xonasi juda ham tartibsiz edi demoqchi. Buni antonimi downplay yoki minimize. Endi bitta narsa, har doim biz association ishlatishimiz kerakmi? Yo'q, menimcha shart emas. Qachonki qiyin so'zlar bo'lsa, ularni eslab qolishimiz qiyin bo'lsa, o'sha payt associationni ishlatsak yaxshiroq, ancha effektivroqda mening fikrimcha. Keyingisi spawn. Spawn deganda endi bu sal qiyinroq so'z babi, yozilishi ham qarang. Demak, spoon degan so'z hayolimga keldi. Spawn degani to produce, generate or create, ya'ni biror narsani yaratish. Endi
qoshiq bilan biror narsani yaratayotganingizni tasavvur qiling. Endi mani fikrimcha, masalan, katta qozon borda, siz ovqat qilmoqchisiz, o'sha qoshiq bilan katta anavini kapkir yoki boshqa narsani ishlatgandan ko'ra. Tasavvur qiling, o'sha katta 8 tonnalik o'sha qozon turibdi-da, qora qozon. Siz qoshiq bilan siz kichkina o'sha osh qoshiq bilan, osh qoshiq deyman, shakarli qoshiq bo'ladi. O'sha kichkina qoshiq bilan siz aralashtirib ovqat qilmoqchisiz. O'shani tasavvur qilsangiz bo'ladi. Ya'ni produce generate. Osh qilmoqchisiz masalan. Okay, spoon. The idea for his movie spawned after a dream where penguins took over the world with dance battles. Ya'ni kinosi uchun ideya qachonki chiqdi, qachonki pingvinlar o'sha dance battlelari bilan dunyoni qo'lga oladi degan o'sha xayol, o'sha tushidan keyin keldi bu ideya demoqchi. Spawn teskarisi destroy or terminate. Keyin yana bitta narsa, biz bu vokabularni qila olmaymiz, nima dedim? Har doim yaxshi eslab qola olmaymiz. Biz o'zi tez unutamizda, ayniqsa o'zimizga unfamiliar bo'lgan narsalar. Va ularni biz constantly repeat qilmasak, review qilmasak bo'lmaydi. Demak, shuning uchun ham bugun sizlarga bitta AI tool bilan qanday buni qilishni o'rgataman, ya'ni o'sha flash kartlar bilan. Bu Notebook LM deyiladi, ko'p kishi ishlatsa ham kerak. Notebook LM bilan biz qanday flash kart o'sha yaratishni o'rganamizda, keyin review qilib ketaveramiz, okay? Okay, 7. Renounce. Renounce degani nouns. Mani hayolimga nouns degan so'z keldi. U o'sha otlar, nouns. To give up, deny, surrender or something. Bu yerda demak negativ ma'no, ya'ni give up qilish degan ma'noda keladi, taslim bo'lish. Nouns. Nouns. Okay, sal g'alati bo'lib qoldi. Ounce yoki ounce degan so'z yo'q, u ounce deb o'qilmaydi, ounce deb o'qiladi. Okay. Announce. Mani fikrimcha yana bitta zo'r so'z keldi hayolimga. Announce degan. Announce emas, announced aytaylik. Announce degan so'z bor, to'g'rimi? Ya'ni e'lon qilish. O'zi nimani e'lon qilishadi? Masalan, tasavvur qiling, futbolda oxirida nimani e'lon qilishadi? Yutgan yoki yutqizganligini. Bu holda ham shunaqa. Masalan, tasavvur qiling, futbol bo'ldida, mayli yana aytamiz, O'zbekiston bilan Portugaliya o'ynadi deylik. O'zbekistonlik birinchi raundidan keyin, o'sha birinchi taymdan keyin announce qildiki, give up qilishini masalan. Chunki srazu aytaylik 5-0 bo'lib ketdi-da. O'shandan keyin u o'sha give up qildi. O'shani xayolingizga keltirsangiz bo'ladi. Renounce. Shundan xayolingizga keltirsangiz bo'ladi. Endi men bu hech kimni roast qilmoqchi emasman, shunchaki bitta example sifatida aytdim. Okay. He renounced his superhero cape after one too many failed attempts at flying off the couch. Cape degani o'sha ko'rgan bo'lsangiz, masalan Supermanda, Batmanda orqasida qanaqadir yopinchog'i deydimi? O'sha anosi bo'ladi. Qanaqa material o'qib yuradi. Ma'lumot sizlarga ko'rsatay. Just a sec. Cape. Mana bunaqa yopinchog'i bor, o'sha cape deyiladi. Ya'ni aytayotdiki, u give up qildi. O'sha anosini, cape'ini ucha olmagani uchun, masalan, divandan sakraganda uchaman deb o'ylagan, lekin ucha olmagan, shuning uchun tashlab yubordi, surrender qildi. Buni teskarisi antonimi accept, embrace. Xo'sh, 8-inchisi unprecedented. Unprecedented degani never done or known before, ya'ni hech qachon qilinmagan. Endi meni hayolimga unpresented degan so'z keldi. Present degani o'zi taqdim qilish, to'g'rimi? Taqdim qilinmagan. Masalan, nima bo'lishi mumkin? Ko'p misollar bor. Ko'pincha bu yangi produktlarni hali ishlab chiqarishdan oldin bo'ladi. Masalan, aytaylik, iPhone 17 chiqdi. Biz iPhone 18 qanaqaligini bilmaymiz. iPhone 18 hali present qilinmadi, taqdim qilinmadi. O'shandan
bilsak bo'ladi. Masalan, iPhone 18 chiqishini kutyapmizda, lekin hali chiqishini bilmaymiz, hali chiqmagan. Masalan, iPhone 18 tasavvur qiling, 10 ta kamerasi bor deylik. Mana shu masalan, telefon orqasi bo'lsa, hamma joyida kamerasi bor. Mana shu 3 ta emasda, hamma joyida kamerasi bor deb tasavvur qilingda. O'shani xayolingizga tasavvur qiling. Unprecedented. Masalan, o'shandan bilib olsak bo'ladi. Okay, his unprecedented move to start a cheese museum in his basement had the neighbors curiously excited. Ya'ni bu hech qachon qilinmagan move bo'lgan. O'sha move nima ekan? O'sha pishloq muzeyini boshlash basementda, ya'ni o'sha podvalda. Uni neighborlarini hayajonlantirib yubordi. Demak, antonimi common, ya'ni har doim usual degani. Routine ham bu sinonim ekan. Demak, keyingisi brooch. Brooch, crouch. Brooch, menga coach degan so'z keldi xayolimga. Couch yoziladi o'zi. Couch. Brooch. Endi brooch degan soundni brooch deb sound qilyapti o'zi. Couch degani couch. Adashmasam shunday yozilardi, boya ko'rdik. Divan yoki trainer degan ma'noni beradi. To bring up a difficult subject for discussion. Endi trainer da aytaylikda, masalan, couch degani trainer. Coach deydi o'zi, coach trainer. Brooch coach. Tasavvur qiling, trainer siz biror bir basketbol deylikda, masalan, basketbolda coaches bor, siz basketbolga borasiz. Siz xatolarni aytmoqchisiz teamda, guruhingizda, lekin ayta olmayapsiz. Chunki siz qiyin narsani, difficult subjectni chiqara olmayapsiz. O'sha narsa masalan brooch deyiladi. Ya'ni coachingizda oldida siz mana shu narsani qila olmayapsiz. Mana shu narsani qila olmayotganingizni jarayonni broochga bog'lashingiz kerak hozir joyda. Demak, he broached the subject for missing rent with his landlord, who thankfully had a sense of humor about everything except rent. Demak, bu landlord degani o'sha owneri, o'sha landni owneri. Mana shu landni owneriga rent to'lamaganini olib chiqa olmadi demoqchi. Olib chiqdi degani. Qiyin subjektni olib chiqdi. Keyin humor ham bo'lgan ekan demoqchi. Hamma narsada humor bo'lgan, lekin o'sha arenda bo'yicha humori bo'lmagan ekan demoqchi. Demak, broach degani o'zi to bring up a difficult subject, ya'ni biror bir qiyin masalani ochish, lekin antonimi avoid, suppress, ya'ni qochish. 10-inchisi proxy. Proxy degani menga qanaqa so'z keldi? Proxy. Proxyni o'zi bilaman. Oddiy ko'p joyda ishlatiladi bu. Lekin qanaqa so'zni olsak bo'ladi? Proxy. Proxy crocs. Masalan, crocs desak ham bo'ladi. Crocs degan o'sha krokodillar deylik. Crocs degani krokodillar. Endi ma'nosi nima? A person authorized to act on behalf of another. Substitute degani boshqa insonga kelib turish. Masalan, bizda substitute teacherlar bo'ladi. Masalan, aytaylik, main teacherimiz absent bo'lsa, kelmasa, boshqa substitute teacher, uni o'rniga boshqa odam kelishi mumkin, kelib dars o'tishi mumkin. Endi tasavvur qiling, masalan, bitta o'qituvchingiz bor, ingliz tilidan dars beradi. O'sha odamni xayolingizga keltiringda, u kasal bo'lib qoldi. Uni o'rniga krokodil kirib kelyapti-da. Bugun dars o'tamiz deb. O'sha alligatorman krokodil kirib kelyapti-da. O'sha galstuklarda, anolarda keyin boshlayapti. Assalomu alaykum everyone, let's start. let's learn English. Shunaqa deb ketyapti. Proxy crocs. Masalan, o'shani eslab qo'ysangiz bo'ladi. He sent his dog as a proxy to the meeting, but all they got was a bowl of snacks and a nap under the table. Ya'ni u kuchugini meetingga jo'natdi, substitute chiqadi-da, lekin ular snack bilan nap oldi demoqchi. Proxyni teskarisi principal original, ya'ni principal degani eng muhim joyi, primary desak ham bo'ladi. Bu esa shunchaki substitute, muhim emas. 11-inchisi detrimental degani harmful, damaging. Endi qanaqa so'zni eslasak bo'ladi bunga? Detrimental.
detrimental degan so'z kelyapti menga. Detri degan dorimi bor edi adashmasam. Detrimental, tasavvur qiling, o'sha bitta dori bor, odamlarni ahmoq qilib qo'yadi. Detrimental. Ya'ni D3 balkim eshitgandirsiz, men aniq esimda yo'q, balkim yaxshi doridir. Endi men bu yerda harmful damaging degan uchun o'shani aytyapman. O'sha D3 degan tasavvur qiling, bitta o'sha dorini qutichasi bor, ustida detrimental deb yozib qo'yganda, siz o'shani ichdingiz, juda ham qattiq kasal bo'lib qoldingiz. Aytaylik, o'lib qolyapti odamni. Yoningizdagi odam ichdi, u ham o'lib qoldi. Undan keyingisi ham u ham o'lib qoldi. O'shani eslab qolsangiz bo'ladi. Detrimental, detrimental. Detrimental, detrimental. Masalan, o'shani eslasak bo'ladi. Okay, eating 10 donuts for breakfast might be detrimental to your health, but it is great for your mood temporarily. Ya'ni 10 ta o'sha dumaloq, nima deydi, donut, nima deydi o'zbekchasiga o'zi? Dumaloq bulochkam, 10 ta dumaloq bulochkani yeyish zavtrakka sizga sog'lig'ingizga zararli bo'lishi mumkin, lekin moodingiz uchun, ya'ni o'sha kayfiyatingiz uchun zo'r narsa, faqat temporarily, ya'ni vaqtinchalik. Okay, buni teskarisi beneficial constructive, ya'ni foydali va constructive. Okay, 12-inchisi secular. Secular degani having no religious or spiritual basis. Ya'ni asosi yo'q. Hech qanaqa bitta asosiy religiyasi yo'q, ya'ni dini yo'q. Bu secular deyiladi. Secular. Secularga qanaqa so'z yaqin bo'lishi mumkin? Secular. Kular. Kular. Secularlar. Very weird. Secular. Kular. Mani hayolimga cooler degan so'z keldi. Cooler. Cooler degan anaqa suv oluvchi narsa bor, to'g'ri? Masalan, suv quyib ichsangiz bo'ladi. O'sha narsa cooler deyiladi. Secular. Secular, cooler bitta o'xshab ketyapti, shuning uchun shuni olamiz. Endi spiritual, no religious basisga qanday bog'lasak bo'ladi buni? Juda ham g'alati, chunki religiyani aralashtirish bu yerda. Mayli, tasavvur qiling, bitta anov bor, o'sha coolerni ishlatgan bo'lsangiz kerak. Endi xayolimga shunaqa ahmoqona bitta ideya keldi. Unaqa bo'lmasligi mumkin. Masalan, coolerda tasavvur qiling, sovuq, o'rtacha issiq joyi bo'ladi, to'g'ri? Endi uni o'rniga masalan anaqa qilib qo'yishgan. Bir xil suv o'zi, bir xil suv, hamma odam kelib bir xil suvdan suv ichadi. Shunchaki o'tda knopkalar o'rniga, masalan, issiq sovuqni o'rniga, masalan, dinlilar va dinsizlar deb yozib qo'ygan bo'lgan. Masalan, religiyasi bo'lganlar o'shani bosadi, religiyasi bo'lmaganlar o'shanga anaqa bo'ladi. Nima deydi? O'shani bosadi, narigi knopkani. Endi buni aytaylik, kompyuter bu avtomat o'zi biladi kimda religiyasi yo'qligini. O'shanga qarab, masalan, religiyasi yo'q odam religiyani bossa, suv chiqmaydi masalan. Xuddi shu narsa. O'shani tasavvur qiling. Secular cooler. The concert was entirely secular except for the part where the lead singer thanked the universe for his fans. Demak, konsertda vobshe religiyasi bo'lmagan joy edi deyapti. Faqatgina o'sha asosiy qo'shiqchimiz butun universe'ga va fanlariga anavi thank qilgani uchun, ya'ni rahmat etgani uchun, universe degani dunyo yoki olam deylik. Buni teskarisi sacred religious, ya'ni religiyasi bor, diniy degani. Masalan, one good example is Uzbekistan is a secular country. Ya'ni bu o'zi asosan bu fact, ya'ni O'zbekistonda aniq bitta religiya yo'q, to'g'ri. Most people think like most people are Muslims, which is true, but if you look at the constitution, like we have no religion. Like that's the thing. I mean, we have different religions. That's the thing. Okay, ikkinchisi innovative. Innovative juda ham oddiy so'z, shuning uchun shart emas, association, new and different degani innovative. Teskarisi unoriginal, traditional. Okay, ikkinchisi tangible buni eshitgan bo'lsangiz kerak. Endi bilmasangiz, qanaqa so'zga aniq qilsangiz bo'ladi. Tangible. Menga tangible deganda angel so'z hayolimga keldi. Angel, ya'ni farishta. Okay, real and be able to be shown or touched. Endi angelni masalan biz ko'ra olmasak kerak. Aynan bilmayman anig'ini. Endi tasavvur qiling, o'zi hozirgi dunyoda masalan ko'ra olmaysiz, to'g'ri?
masalan shu joyda angelni siz ko'ryapsiz, tasavvur qiling, siz ko'ryapsiz katta, siz o'sha olasiz. O'shani eslab qolsak bo'ladi. Tangible angel, tangible angel, tangible angel. Okay, the excitement in the room was so tangible you could practically high five it. Ya'ni hayajon xonada judayam o'sha real ediki, hattoki siz 5 tashlashingiz mumkin edi deyapti. Okay, intangible buni teskarisi, abstractdan teskarisi. Okay, disseminate to spread widely, ya'ni keng tarqalish. Disseminate, this lemonade. Mana xayolimga this lemonade keldi. Disseminate, this lemonade, this lemonade. Okay. Tasavvur qiling, masalan ko'p limonadlar olib kelingan bitta aytaylik bitta o'sha Isuzuda to'la limonad bor, o'sha dushesli limonad deylikda. Sizga bittasi aytyapti, masalan o'sha owner of the limonad aytyapti-da, qara, mana shuni oldi, mana shu ko'chadagi hammaga tarqatib chiq deyapti. Spread widely. Hammaga tarqatib chiq. Mana shu limonad. So o'shani eslab qolsak bo'ladi. Disseminate, this lemonade. Disseminate, this lemonade. Okay, eslab qolsak bo'ladi, juda ham o'xshab ketadi. Okay, he tried to disseminate the news about the school trip, but it somehow turned into a rumor about a school-wide pizza party. Demak, u school trip bo'yicha yangilikni tarqatishga urindi, lekin bu school-wide pizza party degan rumor, o'sha nima deydi, gossipga aylanib ketdi demoqchi. Buni teskarisi conceal, contain. Okay, 16-si delegate. Delegate degan delegat. Juda ham oson. Delegate degan boshqa odamga siz task berishingiz. Masalan, aytaylik, siz boshliqsiz, siz o'zingizni xodimlaringizga ish buyuryapsiz. Bu delegate. Xuddi shu narsa. Okay. Shart emas, menimcha apparent. Apparent deganda menda apartment degan so'z xayolimga keldi. Apparent, apartment. Yoki oddiy boshqa ma'nosi ham bor, apartment emas, boshqa so'z oling. Apparent degan so'z ham keldi. Apparent, ya'ni ota-ona. Clearly visible or understood. Tasavvur qiling, sizni relationshipingiz, masalan, bitta ota-onangiz bilan, aytaylik, oyingiz bilan. Sizni relationshipingiz qanaqa? Va sizni moodingizni oyingiz har doim biladi. Ya'ni visible bo'lib turadi. Siz nima qilmang, hamma narsa ota-onangizga masalan visible, obvious da. Siz yashirmoqchi bo'lasizmi, yashirmoqchi bo'lmaysizmi, hammasi obvious. O'shani eslab qolsak bo'ladi. Apparent, 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 apparent. Okay, it became apparent that he had no idea how to assemble the furniture when the bookshelf started resembling a chair. Bu aniqlashdiki, u bilmasdi o'sha mebelda qanday qo'yishdi, qachonki bookshelf o'sha kitob qo'yadigan javonimiz stulga o'xshab qolganda. Okay, apparent teskarisi hidden, obscure, ya'ni ko'rinmaydigan. Okay, keyingisi postulate. Menga postulate deganda posture xayolimga keldi. Postulate, late. Post late. Okay. Post late degan ham xayolimga keldi. Post late. Ya'ni siz postga kech qoldingiz. Mayli, mana shuni olaylik. Post late degan so'zni. Siz postga borishingiz kerak, tasavvur qiling. Endi yanada ekstremal qilishga harakat qilamiz. Bitta nuclear bomb tashalyapti, bitta countryga, deylik masalan O'zbekistonga, endi ko'rsatmasin. Endi hali ham endi yomon niyat emas-ku, lekin aytmoqchiman. Okay. What I want to say is, tasavvur qiling, endi ekstremal bo'lish uchun nuclear bomb tushdi-da. Hamma shoshilib ketyapti. O'sha post bor, o'sha postdan o'tishingiz kerak. Lekin o'shanga kech qoldingiz va kira olmadingiz siz. Demak, postga late bo'ldingiz. O'shani eslab qolsak bo'ladi. Postulate, post late. To suggest or propose something. Demak, siz lekin o'sha yerga bordingiz, kech qolgan bo'lsangiz ham propose qilyapsiz. Davay men kerak deb mana shu narsani propose beryapsiz. Okay, he postulated that pizza should be considered a vegetable, which earned him both laughs and several high fives. Ya'ni u aytdiki, pizza bu vegetable bo'lishi kerak, hisoblanishi kerak. Bu ko'p kulgular olib keldi va 5lar olib keldi. Okay, buni teskarisi reject, deny. 19. Speculate. Speculate, speculation o'xshab ketadi, juda ham oddiy so'z. Menimcha shart emas, bu uchun guess degan ma'noni beradi. Endi speculation bu verb formati, ya'ni guess, to guess degan narsa.
Okay, keyingi 20-chi bazar. Bazar juda ham oddiy so'z. Bozor degan so'zdan keladi. Ya'ni market. Okay. 21 sporadic. Spor degan so'z hayolimga keldi. Spor. Ya'ni spor nima bo'ladi? Irregular, unpredictable. Ya'ni sporlashyapsiz, bahslashyapsiz, birortasida spor ketdi dedi, nimagadir, masalan. Masalan, aytaylik, men hozir 1000 ta ajivaniya qilib beraman, 10 minut ichida deyapti. Da spor deb qilyapsiz. Lekin bu unpredictable, har doim unpredictable va noaniq bo'ladi. Kutilmagan bo'ladi sporlar. Siz kutasiz biror narsani, lekin o'zi aslida kutilmagan. Ya'ni boshqacha rezultat bo'lib chiqadi. O'shani eslab qolsangiz bo'ladi. Sporadic sport yoki sport degan so'zdan ham eslab qolsangiz bo'ladi. Ya'ni sport har doim unpredictable. Ya'ni siz bilmaysiz nima bo'lishini. Biror bir joyi sinib qolishi mumkin yoki boshqa narsa. Yoki biror bir kishi yutqizib qo'yishi mumkin. Siz kutsangiz ham. Xuddi shunday eslab qolsangiz bo'ladi. Demak, 22 suffrage. Suffrage the right to vote. Bu enfranchise ga o'xshab ketadi. Enfranchise faqat verb edi. Suffrage menga safr degan so'z hayolimga keldi. Ya'ni tasavvur qiling, 19-asrda ayollar o'sha safr qilib kelgan, vote qilishda, ya'ni ovoz berisha olmagan. O'shani eslab qolsak bo'ladi. Suffrage safr. Okay, keyingisi incredulous. Incredulous degani incredible men hayolimga keldi. Okay, ajoyib degan. Incredulous degan incredible. Unwilling or unable to believe something. Okay, bitta zo'r odam bor deylik, tasavvur qiling, masalan Elon Musk, to'g'ri? Incredible person de o'zi. Lekin u biror narsaga ishonmaydi. Masalan aytaylik, he doesn't believe in God. He doesn't believe in Allah, right? So we can say that. Incredible. Masalan Elon Muskda eslasangiz bo'ladi o'sha ishonmaslikka, dinga yoki biror narsaga. Okay, keyingisi idealistic. Idealistic o'zi aytib turibdi, idealist, ya'ni unrealistic bo'lishi mumkin. Idealist degani perfectionismga har doim boradigan odam. Keyingisi conflate. Conflate degani mix or combine into. Conflate, inflate men hayolimga keldi. Inflate degan inflyatsiya. Endi qanday qilsak bo'ladi? Combine, mix. Tasavvur qiling, masalan inflyatsiya juda ham mix bo'lib yotibdi-da. Ya'ni masalan bir oydan keyin 10% ga oshdi inflyatsiya, keyin keyingi oy 5% ga tushdi. Keyin yana undan keyin 20%, undan keyin yana tushib chiqib yotibdi-da, inflate, mix bo'lib yotibdi. O'shani aytsak bo'ladi. O'shani eslab qolsak bo'ladi. Conflate, inflate. Okay. Endi examplelar ba'zi birlarni ko'rmadik, chunki osonroq so'z edi. Demak, tekst bilan davom etamiz. The silent invaders, microplastics and their pernicious impact on marine life. Invader degani chegarani buzib kiruvchilar. O'sha kichik, silent degani kichik emas, ovozsiz chegarani buzib kiruvchilar. Bular mikroplastiklar va ularda marine life degan dengiz hayoti. Dengiz hayotiga ta'siri. Plastiklar, mikroplastiklar, kichik plastiklarni aytmoqchi. O'sha kichik plastik anolari, qismlari. Okay, in the vast, austere expanse of the world's oceans. Austerga qanaqa aniq qiladik? Steer'ni aytdik, to'g'rimi? Steer degan so'zni asosiy qilgandik. Endi steer deganda nimani tasavvur qilaylik? Masalan, Matiz, pushti Matiz bor edi. Biz o'tirdik, juda ham oddiy rulda o'tiribsiz. Ichi oddiy. Simple. Ya'ni in the vast, simple expanse of the world's ocean, ya'ni ocean'da anosi katta qismi demoqchi. A tangible yet often overlooked threat looms. And tangible degan real. Angeldan eslab qo'ydik esingizda bo'lsa. Tangible degani o'sha ushlab bo'ladigan real. Real lekin ko'pincha bu e'tibordan chetda qoladigan nima deydi? Threat degani xavf bor demoqchi. Loom degani appears, exists degan ma'noni beradi. Okay, microplastics, those tiny particles less than 5 millimeters, 5 millimeters, look at that, in diameter, have acquired detrimental presence in marine environments. Their effects both apparent and insidious. Demak, aytmoqchiki, mikroplastiklar juda ham kichkina bo'lar ekan, 5 millimetrdan kam diametri bo'yicha. Ular katta xarm olib kelyapti ekan, o'sha dengiz hayoti bo'yicha.
ularni effektlari ham ko'rinadi ham ko'rinmaydi demoqchi. Okay, as these synthetic fragments disseminate through water currents, they spawn a multitude of ecological crises, undermining the health and diversity of marine life. Bu fragmentlar, o'sha kichik qismlar, plastiklar white bo'lgani uchun disseminate degan o'sha spread widely edi, to'g'rimi? O'sha water currents degani wave'lar, ya'ni oqim, suv oqimi orqali mana shu narsalarimiz tarqalar ekan o'zi mikroplastiklar va ular ko'p ekologik krizislar olib kelar ekan, ishlab chiqarar ekan. Spawn degani o'sha spoondan eslab qolgandik. Tasavvur qiling, o'sha spoon bilan siz katta ovqat qilmoqchisiz. Tasavvur qiling. Okay, undermining the health and diversity of marine life. Undermining degani ya'ni o'sha zaiflashtiradi. Zaiflashtiradi nimani? Dengiz hayotini, sog'lig'ini va diversity degan har xilligini. Okay, the proliferation of microplastics is indeed an unprecedented environmental issue, and it forces scientists and policymakers to speculate on the long-term impacts these particles may have on aquatic ecosystems. Proliferation of microplastics bu degani, mani fikrimcha proliferate degan ko'payishi edi. Proliferate, bitta tekshiraylik, increase edi. Yana bir bor tekshirib qo'yamiz. Proliferate meaning increase, to'g'ri. Demak, increase, ya'ni o'sha mikroplastiklar ko'payishi bu unprecedented degandan eslab qolgandik. Ya'ni hech qachon bo'lmagan bunaqa environmental issue birinchi marta bo'lyapti demoqchilik. Bu olimlarni va policy makerlarimizni shubha qildiryapti o'sha uzoq impaktlariga, kelajakdagi impaktlari borligiga. Ya'ni hozir bordir, lekin kelajakda balkim bo'lmasligi mumkindir demoqchi. Balki. Studies have shown that microplastics conflict with organic pollutants, creating complex mixtures that are detrimental to marine organisms. Demak, studiyalarimiz ko'rsatdiki, mikroplastiklar inflate mix bo'lib yotishini aytdik. Demak, mix bo'lib yotibdi mana shu organic pollutants, ya'ni organik zaharlovchilar bilan nima deydi, mix qilinar ekan, ishlab chiqarilar ekan. Bu esa juda ham kompleks o'sha mixture, ya'ni o'sha aralashmani ishlab chiqarar ekan. Bu esa marin organizmlarga, marindagi o'sha dengizdagi hayvonlarga bu zararli. Fish and seabirds incredulous to the danger ingest these particles, mistaking them for food. Ya'ni o'sha baliq va o'sha chaqalaklar yoki dengiz qushlari, aytaylik, incredulous degan incredible dan eslab qoladi. Ishonmaydi. Ishonish qiyin bu dangerga, ya'ni ishonmaydi. Bularni hazm qilar ekan va bularni ovqat deb nima deydi, adashtirar ekan. O'sha kichik baliqqa o'xshagani uchun balkim yeb olishi mumkin. This not only impairs their health but can also disrupt reproductive systems and delegate harmful chemicals up the food chain, a process that has inevitable repercussions for human health. Ya'ni aytmoqchiki, bu faqatgina health emas, ya'ni ularni sog'lig'ini zararlamaydi, balkim bu o'sha ishlab chiqarish reproductive systemni ham nima deydi, disrupt qilar ekan, ya'ni buzar ekan va bu harmful chemicallarni ovqatga aralashishiga olib kelishi mumkin. Va bu proses odamlarni sog'lig'iga zarari bor. Environmentalists, acting as a proxy for the voiceless marine life, stress the need for global cooperation in addressing this crisis. Demak, o'sha tabiatshunoslarimiz bu marine life'larga nima deydi, mana shu problemani solve qilmaganligi uchun nimani aytyapti? Global cooperation kerak. Ya'ni hammamiz bitta joyga kelib, bitta joyda ishlashimiz kerak, hamma davlatlar demoqchi. They broach the difficult subject of plastic pollution at international forums, hoping to renounce practices that exacerbate this issue. Ya'ni ular mana shu qiyin subjektni olib chiqyapti, plastic pollutionni ko'p o'sha xalqaro forumlarda. Va nimaga umid qilishyapti? Umid qilishyaptiki, mana shu praktikalar, ya'ni o'sha qilinadigan ishlar, mana shu nima deydi, plastiklar chiqaradigan yoki mana shu problemamizni yomon qiladigan o'sha narsalarni to'xtatishdi. Ya'ni exacerbate degan make something worse. Agar bilmasangiz, make something worse.
Okay, their arguments are often eloquent and idealistic, yet they underscore an inevitable truth. Without significant reductions in plastic waste, the biodiversity of our oceans will continue to suffer. Ya'ni ularning argumentlari tiniq va unrealistic demoqchi. Lekin bular nima deydi? Bitta haqiqatni juda ham pastda qoldirishyapti. Bu ya'ni agar plastiklarni waste da tushish bo'lmasa bizni anovimiz biodiversitymiz zarar ko'radi, baribir zarar ko'rishda davom etadi demoqchi. The global market, often likened to a vast bazaar of ideas and innovations, must rally to forge solutions that are both environmentally sustainable and economically viable. Ya'ni global marketimiz, global bozorimiz ko'plab o'sha ideyalar va innovatsiyalarga aralashgan, yurish kerak. Rally degani move degani, yurish kerak solution berish uchun. Ham bizga environmentally sustainable, ya'ni tabiat jihatdan ham foyda bo'lishi kerak va economically jihatdan ham bizga possible bo'lishi kerak. King's threat permeates the conversations among marine biologists who observe the escalating ingress of microplastics into the marine food web. Ya'ni dread degani o'sha fear degani edi, thatdan eslab qolaylik. Ya'ni o'sha qo'rquv bor, ya'ni conversationlarimizda marine biologlar, ya'ni dengiz biologlari orasida qo'rquv bor. Mikroplastiklarda o'sha ko'payayotganiga. This threat stems from the recognition that the damage might soon reach a point of irreversibility, compelling a reassessment of our dependency on plastic. Ya'ni bu o'zi nimadan kelib chiqadi? Mana shu qo'rquvimiz stems from degan kelib chiqish, start from de kelib chiqadi nimadan? Damageimiz o'sha biz qaytarib bo'lmaslik pointiga chiqishi mumkin. Ya'ni biz shuncha harakat qilsak ham keyinchalik uni to'xtata olmasligimiz mumkin demoqchi-da. Shuni aytmoqchi, shunga qo'rqyapti ular. The introduction of innovative technologies and materials that do not yield microplastics could be a radical shift needed to protect marine environments. Ya'ni qanaqadir innovativ texnologiyalar va materiallar o'sha mikroplastik ishlatmaydigan solutionimiz juda ham zo'r, katta o'zgarish bo'lishi mumkin. Mana shu dengiz environmentida. As some nations postulate new methods for capturing and recycling plastics from the oceans, others remain sporadic in their efforts, leading to a secular approach devoid of unified spiritual and moral undertones. Ya'ni ba'zi bir o'sha davlatlar har xil metodlar beryapti, o'zi suggest qilishyapti plastik uchun. Lekin ba'zi birlar sporadic. Bunga nima degani? Qaysi so'zni ishlatadik? Sporadic. Sport degandik, to'g'rimi? Sport bo'lganda irregular bo'ladi, unpredictable. Ba'zi birlar unpredictable bo'lib turibdi ular effortlarida va ya'ni aytmoqchi bo'lgan hech nima deyishmayapti. Umuman harakat qilishmayapti demoqchi-da. Va bu nimaga olib kelyapti? Secular approachimizga, ham spiritual tarafdan, hamma tomondan yaxshi narsa emas bu. Okay, it's inevitable that microplastics issue will spawn further study and discussion as its impacts are too significant to ignore. Bu aniqki mikroplastikda mana shu muammosi ko'p tadqiqotlar va diskussionlar olib keladi demoqchi. Chunki buni impakti, ya'ni uni ta'siri juda ham katta. Biz ignore qila olmaymiz demoqchi. Researchers must remain skeptical of quick fixes and speculate on the efficiency of proposed solutions which are often radical and yet unproven. Ya'ni bizning tadqiqotchilarimiz shubhali bo'lib turishi kerak. Tezda buni tuzatish bo'yicha, ya'ni tezda tuzatib bo'lmaydi demoqchi va berilgan solutionlar bo'yicha biz o'qib ko'rishimiz kerak, taxmin qilishimiz kerak. Umuman ishonmasligimiz kerak demoqchi. Bular chunki radikal, juda ham ekstrem, lekin hali isbotlanmagan bo'ladi demoqchi. As awareness grows, it's hoped that a more idealistic vision for a plastic-free ocean is not just a dream but a future reality. Ya'ni qanchalik biz bilishimiz oshgan sari biz umid qilamizki, mana shu idealistic vision, ya'ni mana shu unrealistic ko'rishimiz kelajakda mana shu plastic free ocean, ya'ni umuman okeanda
plastik bo'lmasligi bu shunchaki nima emas, orzu emas, balkim bu kelajakdagi haqiqat demoqchi. Bu bizga umid qilamiz demoqchi. Okay, in summary, the challenge of microplastics is as vexing as it's critical. Ya'ni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana shu mikroplastiklarning problemasi bu juda ham annoying, ham muhim demoqchi. It presents a clear call to action for all stakeholders involved to re-evaluate and reconcile their roles in contributing to and solving this global issue. Demak, bu call to action, ya'ni tezda action qilishimiz kerak demoqchi. Mana shu narsaga responsible bo'lganlar uchun. This right to clean environment, much like suffrage, must be defended with vigilance and determination, lest we risk the health of our planet for future generations. Ya'ni aytmoqchiki, biz hammamiz buni defend qilishimiz kerak, determination bilan, ya'ni qattiq ishlashimiz kerak demoqchi. Bo'lmasam keyingi generation bunga sog'lig'i riskda bo'ladi demoqchi. Okay, atak ozroq qiyin tekst, masalan agar sizda levelingiz past bo'lsa, lekin tushunsa bo'ladi, normal. Okay. Endi quiz bor, o'shani ishlaymiz. The lawyer's closing statement was so that jury couldn't help but persuaded by his arguments. Persuasion haqida biz anoni aytdik, fluent in speech and writing dedik. Bu eloquent edi, esingizda bo'lsa, demak eloquent tanlaymiz. The monk's room was containing only a bed and desk. Demak, faqatgina bed bo'lsa, bu degan dekoratsiya yo'q. Demak, dekoratsiya yo'q bo'lgani austere edi. Steerdan eslab qoldik. Okay, many people, the thought of speaking in front of a large crowd, their anxiety increasing as the event gets closer. This fear, demak, fear haqida ketdimi? That aytamiz, dread. Esingizda bo'lsa, that dread. Okay. Where with the storm approaching fast, evacuating the town seemed, the authorities knew there was no way to avoid the avoid qilib bo'lmaydimi, unavoidable. Ya'ni nima edi? Inevitable degan so'zga yaqin edi. Okay, beshinchisi, during the meeting, the manager made sure to the importance of meeting. Importance of meeting meeting deadlines muhimligini aytish, urg'u berish, nima stress. O'shani aytamiz. Oltinchisi, the sudden influx of customers helped to the small businesses, giving the opportunity to expand. Without this unexpected boost, the shop might have closed. Demak, bizga spawn deyishimiz kerak, menimcha. Chunki kichkina bizneslar kelish kerak demoqchi. Okay. The politician shocked the public when he chose to his previous stance on healthcare, admitting that his earlier views were wrong. His decision to abandon his former beliefs surprised many of his supporters. Chose to... Okay, manimcha renounce tanlashimiz kerak, chunki oldingi anosini stansidan give up qildi. Hozir u stansi yo'q. Okay, sakkizinchisi, the company's decision to release a fully electric car was considered at the time, as no major automaker had attempted such a bold move. Manimcha idealistic bo'lish kerak, ko'ramiz. Yo'q, unprecedented, uzr. Chunki qilinmagan demoqchi, shuning uchun unprecedented to'g'ri bo'ladi. Okay, to'qqizinchisi, the manager decided to the sensitive issue of budget cuts in the next meeting. Even though the conversation would be uncomfortable, it was necessary to address the concerns of the staff. Xo'sh. Menimcha broch to'g'ri keladi, chunki biz ishni aytamiz. Ko'pincha broch bu meetinglarda ishlatiladigan terminda. Ya'ni siz qiyin masala bor, o'shani olib chiqishingiz. Okay, 10th, since the CEO was unable to attend the conference, he sent his most trusted proxy. Kimni jo'natadi? O'zi boramiz, albatta substitute proxyni jo'natadi. Okay, juda ham yaxshi, juda ham zo'r so'zlar o'rgandik. Endi bularni eslab qolish. Eslab qolish uchun nima qilamiz? Men sizlarga bitta metodik o'rgataman. Xo'sh, bizda Notebook LM degan o'sha приложение bor yoki tool bor deylik. Notebook LM desangiz chiqib keladi. Notebook LM. Xo'sh, men College Panda uchun mana qilganman. Endi mana tashiysiz PDF da add sources degan joy bo'ladi. Bo'pti, boshdan ko'rsataman. Qarang. Kirganingizda shunaqa hol bo'ladi. Create new deysiz. Masalan, create new qilamizda. Drop your files deyapti. Demak, upload files qilamiz. Masalan, aytaylik, biz College Pandani tashlamoqchimiz. College Pandani tashlaymiz. Lekin nisbatan juda ham sekin.
xullas chiqadi. Bu PDF upload bo'lgandan keyin siz bu yerda flash cardsda bossangiz bo'ladi. Flash cardsni bosganingizdan keyin sizga flash cardlar generate qilib beradi. Xohlasangiz buni videoga o'tkazing, xohlasangiz slayd yasang, xohlasangiz mind map, audio podcast qilsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Men endi sizga tayyorini ko'rsatib beraman. Hozir men CouchPandani qilib bo'lganman. Men vocabulary flash cards turibdi. Uni ustiga bossangiz, flash card chiqib beradi, как Quizletga o'xshagan. Men endi 180 ta so'z uchun qilgandim. Masalan, Gregorius deganning ma'nosini bilmoqchi. Endi boshiga boraylik, biz boshini o'rganganimiz uchun. Xo'sh. Mana shu CouchPandadan olib tashlaganman. Try qilib ko'rish uchun. Xo'sh, bugungi so'zlar bormi hozir ko'ramiz. Masalan, to form a theory without form evidence is to masalan speculate bo'lishi mumkin. Speculate. Siz bo'shin masalan eslashga harakat qilasiz. Bu active recall deyiladi o'zi. Active recall juda ham sizda nima deydi, eslab qolishingiz long term memory uchun kerak narsa. Shuning uchun ham bu yaxshilaydi. To'g'ri bo'lsa mana buni olasiz, got it deydi. Keyingisi masalan suggest or propose something is to masalan aytdik. Men o'zimning ham esimdan chiqib qoldi hozir. Propose qilish bu postulate edi. Masalan postulate. Delegate masalan assigning a task to another person, to'g'ri? Qaraymiz. Da, to'g'ri. Agar masalan noto'g'ri bilmadingiz masalan shu x deb bosasiz. Xuddi shunaqa ishlaydi. Juda ham zo'r tool. Xo'sh, endi vocab tugadi. Just a sec. Kitobga o'tamiz. Okay, kitobda unaqa ko'p o'qiymiz. Taxminan 5 betdan 10 betgacha o'qiymiz. Endi qanchalik qiyin yoki yo'qligiga qarab. Okay, to kill a mockingbird. O'zi mockingbird nima degani o'shandan boshlaylik. Hozirroq summary'sini ko'raylik. Bu kitob qanaqa? Okay. To kill a mockingbird. Summary and meaning. Bu kitobni boshlashdan oldin ko'rib olamiz. Okay. Harper's Lee's prize-winning 1960 novel To Kill a Mockingbird is a story set in 1930s Alabama that explores racial injustice and the loss of innocence. Okay, through the eyes of young Scout Finch, the narrator follows her father, lawyer this guy, as he defends a black man falsely accused of rape. Okay, tushunarli, juda ham rightlar haqida, ya'ni odamlarning haq-huquqi, justice haqida ekan menimcha bu kitob, ya'ni adolat haqida. Ya'ni aytmoqchiki, otasini follow qilar ekan, mana shu narrativimiz, ya'ni hikoyani aytib beradigan odam. Otasi lawyer bo'lgan ekan. U nima qilgan ekan? Bitta black man rape qilingan uchun, ya'ni ayblanganligi uchun uni nima deydi, himoya qilayotgan bo'lar ekan. Demak, u otasini follow qilar ekan. O'sha narsa. Okay, plot summary. Childhood curiosity. Young Scott and her older brother Jam live in the sleepy town of Alabama. Along with their summer friend Dale, they become fascinated by the reclusive, mysterious neighborhood. Demak, bolaligi haqida ekan, the trial haqida ekan. Meaning and symbolism. Okay, Mockingbird. The book's central metaphor is drawn from ethics lessons that it is a sin to kill a mockingbird because these birds do nothing but make a music for people to enjoy. In the story, the mockingbirds symbolize innocence and vulnerability. Characters like Tim Robinson and Boo Radley are considered society's mockingbirds, innocent people destroyed or victimized by the evil and prejudice of others. Okay, o'zi mockingbird degani asl ma'nosi qushda. Bitta rasmini ko'rsataman hozir. Mockingbird. Eminemni qo'shig'i ham bor. Mockingbird degani mana shu qush. Bu har doim sayrab turadi. Odamlarga zarari yo'q. Endi bu metafor sifatida ishlatiladi ingliz tilida. Mockingbird degani innocent person degani, ya'ni aybsiz odam. Shuning uchun ham to kill a mockingbird deb qo'ygan. Ya'ni aybsiz odamni o'ldirish, aybsiz odamni o'ldirayotgan bo'ladi. Bu degan adolatsizlik va shunga qarshi yozilgan kitob.
Endi Mockingbird degan qo'shiq ham bor, masalan Eminemniki, u qizi uchun atalgan. Endi uni eshitgan bo'lsangiz, masalan, u ham innocent qizi, ya'ni Eminemni messy hayoti, ya'ni juda ham notartib hayoti innocent daughteriga masalan ta'sir qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. O'sha haqida Mockingbird deb aytgan. Shuning uchun ham Mockingbird degan, innocent daughter sifatida. Okay, juda ham qiziq. Demak, o'qiymiz. Okay, bu story, demak, bunaqa tekstdan ko'p tushadi SATda. When he was nearly 13, my brother Jem got his arm badly broken at the elbow. Okay, qarang, qanaqa qilamiz? Biz bitta paragrafda o'qiymizda, keyin summary qilib ketaveramiz, oddiy. Okay, men har bitta so'zma-so'z tarjima qilmayman. O'zim o'qib, o'zingiz tushunishga harakat qiling. Okay, when it healed and Jem's fears of never being able to play football was assuaged, he was seldom self-conscious about his injury. His left arm was somewhat shorter than his right. When he stood or walked, the back of his hand was at right angles to his body, his thumb parallel to his thigh. He couldn't have cared less, so long as he could pass and putt. Xolos, aytmoqchiki, 13 yosh bo'lganida o'sha brazeri Jem degan qo'lini sindirib olgan ekan va qo'li shundan keyin g'alati bo'lib qolgan ekan. Ya'ni masalan o'ng qo'lidan sal kichikroq, kaltaroq, xolos anavi emas. Nima deydi? G'alati bo'lib qolgan, kichikroq bo'lib qolgan. Okay, when enough years had gone by to enable us to look back on them, we sometimes discuss the events leading to his accident. Ya'ni qachonki biz unga qarab qolganimizda, biz u nima sababchi bo'lganini discuss qilamiz demoqchi. I maintain that Evel started it all. Ya'ni Evel degan odam boshlagan ekan. But Jem, who was 4 years my senior, said it started long before that. Ya'ni undan oldin boshlangan demoqchi. He said it begins the summer Deal came to us. Deal kelganda boshlangan demoqchi. When Deal first gave us the idea of making Boo Radley come out. O'sha Boo Radleyni come out qilish paytida demoqchi. Okay, I said if he wanted to take a broad view of the thing, it really began with Andrew Jackson. Okay, if General Jackson hadn't run the creeks up the creek, Simon Finch would never have paddled up the Alabama. And where would we be if he hadn't? We were far too old to settle an argument with a first fight, so we consulted Atticus. Our father said we were both right. Ya'ni xullas nima ketyapti bu joygacha 3 ta paragrafda o'qigan bo'lsak, qo'li sindi, endi biz aybdorni qidiryapmiz. Okay? Bular masalan discussion bo'lyapti-da, bu aybdor bo'lishi mumkin, u aybdor bo'lishi mumkin deb ketishyapti. Endi u Atticus degan odam bilan konsult qilishyapti. Va otasi aytdiki, bular ikkalasi ham to'g'ri ekan. Okay, being Southerners, ya'ni Southern degan o'zi termin bor Amerikada. Ya'ni o'sha janubiy degan, ya'ni South state'larimiz bor, masalan Florida yoki boshqalar, o'shalar Southern deydi. It was a source of shame to some members of the families that we had no recorded ancestors on either side of the Battle of Hastings. All we had was Simon Finch, a fur-trapping apothecary from Cornwall whose pity was exceeded only by his stinginess. Okay, xullas uni xarakterini o'qiymiz, describe qilamiz bitta. In England, Simon was irritated by the persecution of those who called themselves Methodists at the hands of their more liberal brethren. And as Simon called himself a Methodist, he worked his way across the Atlantic to Philadelphia, thence to Jamaica, thence degani bu then degani. Bu chunki oldingi tilda yozilgan, ancha oldin yozilgan. Shuning uchun thence degan zen degani, by the way. To Mobile and up to Saint Stephens. Xullas, yana o'sha xarakterlarni aytyapti, nimadan jahli chiqadi mana shu Simonda, u qaytlarga ishlagan o'shalarni aytib beramiz. Mindful of John Wesley's strictures on the use of many words in buying and selling, Simon made a pile practicing medicine. But in this pursuit, he was unhappy lest he be tempted into doing what he knew was not for the glory of God, as the putting on of gold and costly apparel. Okay, juda ham qiyin so'zlarda yozilgan. John Wesleyni structures degan ma'noda kelyapti. Qanaqa so'zlar ishlatishini bilgan Wesleyni, mana shu John Wesleyni qanaqa masalan sotuvda
sotish, olishda oldi berdida deylik. Oldi berdida qanaqa so'zlar ishlatishini bilgan John Wesleyni Simon va u ko'p meditsinlar tayyorlabdi va bunda mana shu narsada u juda ham unhappy bo'lgan ekan. Chunki u Xudo uchun to'g'ri kelmaydigan narsalarni qilgan ekan va bu ko'p narsa undan talab qilgan ekan. Masalan, oltin va qimmat apparel degani o'sha nima derdik? Men esimdan chiqib qoldi o'zbekchasi. Apparel bo'lgan ekan. Xullas, costly apparel, expensive apparel. So Simon, having forgotten his teacher's dictum on the possession of human chattels, bought 3 slaves and with their aid established a homestead on the banks of the Alabama River, some 40 miles above St. Stephen's. He returned to St. Stephen's only once to find a wife and with her established a line that ran high to daughters. Simon lived to an impressive age and died rich. Simon demak zo'r hayot yashagan ekan, lekin ham anaqa bo'lgan ekan. Boy bo'lib o'lgan ekan. Xullas story ketyapti. Nimalar qilgan? O'sha puli bilan masalan slave'lar sotib olgan. Undan keyin o'sha Alabama Riverda o'sha sohilda yashagan. Keyin Stephenga qaytgan va xuddi shunaqa. Okay, o'zi bitta chapteri qancha ekan? Xullas ko'p ekan. Menimcha hozircha bu o'zi qiyin tekst bo'lgani uchun qanaqa qilsak bo'ladi. Bu o'zi 280 betlik kitob. Men 180 kunda ichida tugata olamizmi yo'qmi bilmadim. Ya'ni hamma o'sha berilgan kitoblarni, demak, ular tugatish uchun nima qilsak bo'ladi? Juda ham qiziq. Meni fikrimcha, unaqa hammasini tugatish shart emas. Muhimi biz practice qilishimiz, ya'ni words in context. Masalan, 10 ta kitob bo'lsa, 10 ta kitob tugatish shart emas. Bitta kitob tugatsak ham mana shu 180 kunlik challenge-da, lekin yaxshilab analiz qilib, o'zimizda skilllarni rivojlantirsak, o'sha menimcha yetadi. O'zi maqsadim shunaqa edi. Xuddi shuni qilamiz. Va yana bir bet o'qib qo'yamiz. It was customary for the men in the family to remain on Simon's homestead, Finch's Landing, and make their living from cotton. Xullas, customary degani endi masalan mana shuni kontekstdan chiqarib ko'raylik. Menimcha bu negativ ma'noda kelyapti. Bu o'zi noto'g'ri bo'lgan erkaklar uchun Simonda homesteadda turish. Yana ko'ramiz ma'nosi nima ekan. Balkim hatto men kontekstdan chiqaryapman. Usual ekan, uzr. Tradition, custom degandan keladi, to'g'ri. Custom degan o'zi tradition, to'g'ri. Customs and traditions. Demak, u odat bo'lgan ekan erkaklar uchun o'sha Simonda uyida qolish. Va ular cotton, ya'ni o'sha paxtadan tirikchilik ko'rishgan ekan. The place was self-sufficient, modest in comparison with the empires around it, and the landing nevertheless produced everything required to sustain life except ice, wheat flour, and articles of clothing supplied by river boats from Mobile. Demak, aytyaptiki, o'sha joyda hamma narsa bo'lgan. Yonida empirelar bo'lgan, dachi. Demak, erta hamma narsa bo'lgan. Hamma narsani produce qilsa bo'lgan. Masalan, любой narsani excess yaxshi hosil bergan. Faqatgina muzdan tashqari demoqchi. Ya'ni o'sha temperaturasi to'g'ri kelmagan. Okay. Demak, o'sha yaxshi joyda aytib beryapti. Simon would have yana bitta narsa, masalan, hamma narsani tushunish shart emas, har bitta so'z tushunish shart emas, shunchaki overall big picture bo'lsa bo'ldi. Ya'ni o'zi nima ketyapti, overall qanaqa narsalar sodir bo'lyapti, o'shani bilsangiz, menimcha yetadi. Okay, Simon would have regretted with important fury that disturbance between the North and the South, as it left his descendants stripped of everything but their land. Yet the tradition of living on the land remained unbroken until well into the 20th century, when my father, Finch, went to Montgomery to read law, and his younger brother went to Boston to study medicine. Okay, xullas, Simon har doim jahl bilan o'qilar ekan. North bilan Southda o'sha disturbance bo'lganini. Chunki uni anolarini, ota-bobolarini hamma narsasini olgan yerdan va bu traditsiya o'sha yerda yashash
hali ham o'shanday turibdi demoqchi. Hali ham u traditsiya bor, ya'ni uydagilar bilan yashash 20-asrgacha davom etgan demoqchi. Qachonki uni otasi mana shu joyga ketganda, o'sha read low degani o'sha low, ya'ni low fanini o'qishga ketganida va uni anosi kichik brother, ya'ni o'sha kichik ukasi Bostonga meditsina o'qishga ketganida. Okay, their sister Alexandra was the Finch who remained at the landing. She married a taciturn man who spent most of his time lying in a hammock by the river wondering if his trout lines were full. Demak, uni singlisi Alexandra Finch bo'lgan va u yerda qolgan va u qanaqadir erkakka turmushga chiqqan va u ko'p vaqtini hammok degan joyda yotib o'qigan, vaqtini o'tkazgan. Okay. Sal bir ikki so'zlarni biz menimcha o'qishimiz kerak. Clarify, masalan, Finch nima? Okay, Finch degan ma'noni ko'ramiz. Finch meaning. A finch is any numerous small to medium-sized songbirds. Okay, finch degan nima bor ekan? Small songbird. Tek mockingbirdga o'xshagan anov ekan. Tushunarli. Yoki finch bu menimcha shunchaki yerda nomi, landingning nomi bizda holatimizda. Okay, when my father was admitted to the bar, he returned to Mycomb and began his practice. Qachonki u barga qilinganida, o'sha otasi kirganida ishga, Mycombga qaytibdi va o'sha ishini boshlabdi. Mycomb, some 20 miles of east of Finch's Landing, was the county seat of Mycomb's County. Okay, sal tushunarsiz. Attic's office in the courthouse contained little more than a hat rack, a spiron, a checkerboard, and unsullied code of Alabama. Mayli, qarang, mana shu joygacha siz tushunmagan bo'lishingiz mumkin, lekin bu shunchaki description beryapti. Description ko'pincha unaqa kerak bo'lmasligi mumkin. Masalan, ssenarioni, masalan, scenni qanaqadir describe qilayotgan paytimiz u non-essential information bo'ladi. Shuni hisobiga biz uni sal-pal skim qilsak bo'ladi. Demak, eng muhim joyi kelgani yo'q tekstda. O'qiymiz. His first two clients were the last two persons hanged in the Macomb County Jail. Atticus had urged them to accept the state's generosity in allowing them to plead guilty to second-degree murder and escape with their lives, but they were Haverfords in Macomb County, a name synonymous with jackass. The Haverfords had dispatched Macomb's leading blacksmith in a misunderstanding arising from the alleged wrongful detention of a mayor, was imprudent enough to do it in the presence of 3 witnesses, and insisted that the son of a headed coming to him was a good enough defense for anybody. They had persisted in pleading not guilty to first-degree murder, so there was nothing much Atticus could do for his clients except be present at their departure, an occasion that probably was the beginning of my father's profound distaste for the practice of criminal law. Okay, juda ham qiyin tilda yozilgan. Demak, biz Macomb County degan joyda o'qiymiz, describe qilamiz, unda nimalar bo'lgan, nima ishlar qilingan, yaxshi yomon narsalar qilingan, yomon narsalar qilinganligi, o'sha narsalarni aytib bermoqchi. During his oxirgi paragraf. During his first 5 years in Macomb, Atticus practiced economy more than anything. Demak, ekonomikani ko'p praktika qilgan, ishlatgan. For several years thereafter, he invested his earnings in his brother's education. Okay, o'sha ukasini educationiga o'qibdi, invest qildi. John Hale Finch was 10 years younger than my father and chose to study medicine at a time when cotton was not worth growing. But after getting Uncle Jack started, Atticus derived a reasonable income from the law. Okay, he liked Macomb. He was Macomb County born and bred. He knew his people, they knew him, and because of Simon Finch's industry, Atticus was related by blood or marriage to nearly every family in the town. Demak, biz kim haqida aytyapmiz? Simon Finchni qilgan narsalari. Demak, ukasi anoni o'qigan, ekonomikani o'qigan. Hale Finch u kimligini aytdik. Demak, medicinda o'qigan, cotton o'sha payt yaxshi biznes bo'lmagan, lekin keyinchalik bo'lgan. Uzr. Cotton emas, lowda hech kim income qilmaganda, keyinchalik ular income qilishni boshlagan. O'sha narsalarni aytib beryapti. Demak, qiyin tekst, qiyin kitob, lekin mana shu joydan davom etamiz keyingi safar.
Demak, biz writingga o'tsak bo'ladi. Writing unaqa qiyin joy emas, SAT Englishda. Nisbatan oson readingga. Demak, biz College Pen Writing kitobidan davom etamiz. Ikkita uchta topik ko'rishga harakat qilamiz. Preparing for a perfect score bu shart emas, chunki ba'zi bir narsalar eskirgan bu yerda. Shuning uchun uncha ko'rishimiz shart emas bu yerda. Okay, shart emas. Test breakdown shart emas. Chunki test breakdownni men tushuntirib beraman. Relative clauselar kerak emas hozir, preposition phrases kerak emas, idioms tushmaydi. Yana qaysilar tushmaydi bizda? Mana shu joyigacha writing tushadi. Mana shu 6-topikdan. Shu joyigacha tushadi. Qolgani o'sha hozir readingga bog'lanib ketgan. Agar qolgani reading deb yorsak ham bo'ladi. Demak, bu joyi writing. To'g'ri, transition tushishi mumkin hozir ham writingda tushadi. Lekin mana subjectlar ham yo'q. Mana bu topiklarimiz yo'q hali. Hozirgi digital SAT'da. Shuning uchun menimcha eng yaxshi optimal variant subject and verb agreement ko'rishimiz. Okay, subject and verb agreement men oldin tushuntirganman. Endi yana bir bor tushuntirib o'tiraman. Subject and verb agreement shunchaki singular and pluralda tekshiradi. Ya'ni o'sha sizdan yo singular yoki plural degani tekshiradi. O'shan bilan moslashtirishingiz kerak. Subjectimizni va verbimizni. Masalan, oddiy misol, participants in the charity organization was yoki were angry when no one donated. Demak, participantlarimiz jahldor edi. Ya'ni nounni topib olamiz. Subjectimiz participants, bu plural, shuning uchun biz were deb tanlashimiz kerak. Were. Xuddi shu narsa. Ya'ni ikkinchisi, mana exercise 2 dan boshlayveramiz. The habit of hugging your pillow while sleeping indicate yoki indicates. Biz indicates ni tanlaymiz chunki habit bizda subject. Men subjectni ko'rsatib ketaman va undan keyin to'g'ri verbni nimagaligini tushuntirib ketaman. Lekin tarjimasini aytib o'tmayman chunki u shart emas menimcha. Chunki writingda tarjima qilish shart emas, tushunish shart emas, shunchaki subject nima yoki grammatik jihatdan o'zi qanaqa so'zlar tuzilgan o'shanga qarab topsangiz bo'ldi. Okay. Elderly criminals. Criminals bizda subject lead bo'ladi shuning uchun ham. Bonnie and her boyfriend. Demak, and turibdi bizda plural. Demak, shuning uchun like bo'ladi. Every turibdi. Every dan keyin biz har doim singular ishlatamiz. Shuning uchun is olamiz. Propaganda turibdi. Propaganda z turibdi. Z olib tashlaymiz. Bu yerda propaganda bu singular, shuning uchun has deb qo'yamiz. Forcing yourself turibdi. Demak, forcing yourself. Bu yog'i to dan keyin shart emas bizga o'chirib tashlasak bo'ladi, chunki asosiy subjectimiz mana shu boshidagisi. Demak, forcing yourself singular, shuning uchun hurts one of the skills. One turibdi. Endi o'ylashingiz mumkin, nimaga men ularni olmayapman? Chunki prepositiondan keyingi narsalar bizga kerak bo'lmaydi. Relative clause va prepositiondan keyingi narsalarimiz kerak bo'lmaydi. O'zi shuning uchun ham balkim boshida mana shu kitobda relative clause and preposition phraseslar o'rgatgandir. Endi bular juda ham simple, shuning uchun masalaga tezda o'tib ketaman. Ko'rsatib. Demak, one bu singular, shuning uchun bu ham is bo'ladi. Some turibdi, demak some, shuning uchun plural, include turadi. Each turibdi singular, costs, bu ham costs. Each turibdi singular, demak was. Ko'rganingizdek, men даже o'qiganim ham yo'q. Qarang, the number of degani singular ga ishlatamiz. The number of singular. A number of plural degani. Ya'ni plural ga ishlatamiz. Nimaga desangiz, the number of bu aniq bitta digitni, exact digitni ko'rsatib beradi. Masalan, the number of students in the class is let's say 6. Masalan,
klassdagi o'quvchilar soni 6 ta. A number of degani siz aniq bilmaysiz bir nechta degan ma'noni beradi. Shuning uchun bu plural. Shuning uchun bu yerda is'da olamiz. Okay, a good cook rinses the dishes and repeats. Demak, cook turibdi, demak repeats. Let me if the group bu singular har doim, gruppa. To'g'ri, gruppaning ichida ko'p odam bo'lishi mumkin, lekin group bitta collectively group bo'lgani uchun, ya'ni bitta gruppa hisoblangani uchun bu stumbles, ya'ni singular bo'ladi. Stumbles tanlaymiz, manages tanlaymiz. A number of, mana a number of plural, shuning uchun have. A condition, demak condition bu yerda allows bo'ladi. Awkward silence, silence means subject, demak was tanlaymiz. A flock of birds, qarang. Bu birinchi noun, bu ikkinchi noun. And bilan bog'lanyapti. Demak plural, demak have bo'ladi. Xo'sh, types turibdi, demak are. Okay. Below the depths of act. Treasure turibdi, demak there is bo'ladi. Works of Emerson. Okay, appreciation. Demak bu there is. Snow White and Seven Dwarfs. Bu multfilmda nomi, demak bitta multfilm. Bu shuning uchun ham singular was bo'ladi. Keyingisi Harry along with Ron and Hermione. Bu non-essential biz hisoblamaymiz main subject uchun. Main subject Harry, demak singular. Shuning uchun attends bo'ladi. Okay. Frodo, okay, fights singular. O'chirib tashlaymiz buni. The picture, okay, the picture is extends, amazes. Okay, his mother was. Aliens have. The pigs are. Okay, 3 ta narsani sanayapti bu yerda, shuning uchun have tanlaymiz. Each team, each turibdi. Has bo'ladi. Speak more than one language. Bu ham bitta action, shuning uchun singular. Endi bu mavzuni yana to'liq tushunishingiz uchun bu mavzuni o'zingiz o'qib olsangiz bo'ladi. Mana shu kitob tashlab qo'yganman. Kanaldan ko'rsangiz bo'ladi. Demak, makes. Okay, getting to stuff is. Okay, ikkita narsa, shuning uchun verb bo'ladi. Loves, interferes, parallelism. Okay, are out of money and have. Parallelism nima desangiz, masalan, bitta noun bo'lsa, birinchi verb 1, bu esa verb 2, to'g'rimi? Verb 1 ga qarab siz verb 2 ni topsangiz bo'ladi. Verb 1 da s qo'shib olamiz, demak bunga ham s qo'shishimiz kerak. Xuddi shu narsa bu yerda are turibdi, plural. Bu yerda ham plural bo'lishi kerak. Okay. Okay, word chunki ikki kishi. That fact thus sets fails. Xo'sh, improve chunki ikki kishi. Okay, Alice tries. A jar of hearts is. A jar of degan grouping, ya'ni bitta banka. Shuning uchun bankani o'zi plural, singular hisoblanadi. Word chunki ikkita narsa. Okay, bu sal qiyinroq. Qarang, a dream that is. Z dan oldingi nounimiz qaysi? Dream turibdi. Dream singular, shuning uchun is olamiz. Xo'sh, qarang, bu yerda o'zi ketdi, tugadi. Endi mana bu narsa boshidagi dreamsga bog'lanyapti. Dreams plural, shuning uchun confuse. Ikkita narsa, shuning uchun are. Okay, elevator, mana z dan oldingi narsa noun elevator. Bu carries. Mana bu narsa bunga bog'langan, lines ga bog'langan were. Crowd of grouping singular, shuning uchun was. Diner near the dorms. Dorms which house? The student serves. Diner serves. Dorms house. House degani keeps the students with them. Okay, the widely recognized red coloring of stop signs everywhere. Alerts chunki coloring subjectimiz. Demak, bu mavzuni men tushuntirganman. O'zi oldingi darslarda ham o'sha
5 soatlik darsni ichida tushuntirganman birinchi mavzu. O'shandan ko'rsangiz ham bo'ladi. Yoki mana bu example'larni o'qib chiqsangiz bo'ladi bu mavzuni mana shu kitobda. Xo'sh, ikkinchi exercise'ni qilamiz, undan keyin tugatamiz revision qilib. Okay. At the writer's life. On every author's bookshelf, dusty and worn out reference books. Books turibdi, demak are. Qarang. Drawer. A stack of papers. Stack of, ya'ni bitta unaqa jamlangani. Sits bo'ladi, stack bo'lgani uchun. Okay, a wide variety of pens or is wide variety. Variety is da olamiz. Xo'sh, the act of putting on paper and editing them. Ikkita action shuning uchun are. The notion that yo'q shart emas, misrepresents. Notion turibdi chunki. Xo'sh, ikkinchisi research and investigation. Ikkita narsa, shuning uchun play da olamiz. Xo'sh, after all grammar. Okay, perfect grammar and well-crafted sentence. Shuning uchun do ni olamiz. Xo'sh, ikkinchisi strong liberal arts education. Education encompasses and fosters. Okay, this dedication to the craft and attention. Okay, attention to detail turida olamiz chunki z dan oldingi noun to'g'rimi? Attention to detail bu rivals bo'ladi. The surgeon endi qarang, dedication nima edi? Dedication to craft and attention to detail ikkita narsa, to'g'rimi? Require bo'ladi. Chunki ikkita narsa mana shu require qiladi. Xo'sh, authors such as James Joyce. Authors da olamiz have. Only when all pages are written. Writers turibdi, demak subjectimiz writers do. Okay, nevertheless many people think that writing is subject and there is no right or okay, there are answers turibdi, demak are. The belief that writers it is. Okay, persist chunki belief ga bog'langan mana shu noun verbimiz. Demak, ko'rganingizdek asosiy narsa bu mavzuda siz to'g'ri subjectni to'g'ri verb bilan bog'lashingiz va singular bo'lsa singular narsasini qilasiz, plural bo'lsa plural formatida qo'yishingiz kerak bo'ladi. Demak, bularni tashlab qo'yaman. Demak, bu kitobda tashlayman bugun, keyin bugungi narsalarni ekstrakt qilib, o'sha PDF-larini men sizlarga hammasini tashlab qo'yaman. Demak, asosiy qilishimiz kerak bo'lgan narsalar shulardan iborat edi bugun. Demak, birinchi vocabni ko'rdik, eng muhimi text bilan ko'rdik, quiz qildik. Undan keyin ozroq To Kill a Mockingbird degan kitobni o'qidik. Demak, subject and verbni mavzusini GoldSpandadan ko'rdik. Endi keyingi darslarda iloji boricha nima deydi? Ko'proq ko'rishga harakat qilamiz. Bugun endi aytgandek 1 soat yoki 1,5 soat range ga o'zi mo'ljallagandim. Shuning uchun hozir tugatsak bo'ladi. Agar savollar bo'lsa, bemalol yozsanglar bo'ladi. Agar kanalga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, o'sha resurslar olish uchun o'sha shartlari bor. Birinchi bob o'sha SAT Materials degan kanalga qo'shilish kerak. Keyin undan keyin o'sha kanalda bitta post qilganman, Telegram post, mana shu challenge haqida. Challenge da 3 ta gruppa yoki kanalga ingliz tili va matematikaga oid bo'lgan kanalga tashlash kerak va screenshotlarni Jahongir G'affarovga username ga tashlab qo'ysangiz bo'ladi. Va men sizga linkini tashlayman, linkidan kirib olsangiz bo'ladi. Agar qanaqadir izohlar bo'lsa, yozib qoldirsanglar bo'ladi. Rahmat kattakon, charchamanglar, keyingi darsgacha.